Uyg'urcha duo. Muhammad Yusuf. Naiti şefqatlik, tolumu mihribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Allohga cheksiz hamd va sano aytaman. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga durud duolarimni yo'llayman. Ey Allah, sen bizning egimiz, madadkorimiz va parvishchimizsan. Senden bilak egimiz yo'q, madadkorimiz yo'q. Sen bizni yo'qdan bar qilib, chiroyli suratda yaratding. Bizga turli ne'matlarni ato qilding. Bizga aql, idrok ato qilib, barcha mavjudotning kattis qilding. Ey ulug' Rabbimiz, biz seni ulug'lig'ingga va mutlaq podshohlig'ingga loyiq shaklda madhiyalmaymiz. Ey ulug' Rabbimiz, biz seni qanchalik mukammal madhiylesakmo, sen o'zingni madhiylagan darajada madhiylashdan ojiz kelimiz. Onunğa tilimiz aciz, sözlerimiz yetersizdir. Biz sana qanchalik ko'p shukr qilsaqmo, qanchalik ko'p ibodat qilsaqmo, sen bizga ato qilgan ne'matlarning, in'omlarning va yaxshiliklarning milliondan birini ato qila olmaymiz. Ey Rabbimiz, üstümüzdeki haqlaring haqiqatan ko'p va cho'ng. Biz kuchimizning yetishicha seni rozi qilishga va haqlaringni ado qilishga tirishimiz. Sen bu yo'lda bizga madad bergin, shukr va ibodatning yo'llarini bizga o'ng'aylashtirib bergin. Shu arzimas ibodatlarimiz va layoqatsiz qulchiliklarimizni o'z dargohingda qabul qilgin. Bizni dunyoda yaxshi bandalaring qatoridan qilgin. Yaxshi bandalaring qilgan yaxshi amallarni qilishga muyassar qilgin. Oxiratda bizni payg'ambarlar, shehidlar, rostchillar va solihlar bilan birga qilgin. Ey Rabbimiz, bizni seni do'st tutgan va sening do'stlaringni do'st tutganlar jumlasidan qilgin. Bizni kofirlarning, zolimlarning va gunohkorlarning qatoridan qilmag'in. Bizni sening haq yo'lingda mustahkam turadigan, iymon bilan yashab, iymon bilan o'ladigan va hayotning hamma sohalarini ibodatga aylantirgan solih kishilardan qilgin. Ey Allah, ey bizga ota-onamizdimi kuyimchan, jon tomirimizdimi yaqin, to'limi shafqatlik Allah. Ey chin yurakdan qilingan samimiy duolarni ijobat qilg'uchi, bandalaringning hojatlarini bilguchi, munojatlarini anglag'uchi Allah. Mushu ulug' oy, ulug' kun va ulug' soatlarda sana qilgan ibodatlarimizni qabul qilgin, duolarimizni ijobat qilgin, sana iltijo qilib ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarmag'in. Ey shafqatlik egam Allah, biz asi gunohkor va to'limi yiqir bir qulingmiz. Shu topda ikki qo'limizni egiz ko'tarib turib, sening cheksiz mehr shafqatingga, keng mag'firatingga va katta fazlingga sig'inib, sana iltijo qilyapmiz. Ey Allah, jimi gunohlarimiz uchun sendan mag'firat tilaymiz. Ey Allah, gunohlarimizni afv qilgin, yetarsiz taraflarimizni isloh qilgin, bizni yordamingdan va rahmatingdan mahrum qilmag'in, bizni solih mu'minlardan qilgin. Ey Allah, barliq ishlarimizning kapolati bo'lgan dinimizga mukammal amal qilishga nasib qilgin. Maishtimiz bo'lgan dunyoligimizni biz uchun yaxshilab bergin. Qaytilgan joyimiz bo'lgan oxiratligimizni biz uchun yaxshi qilib bergin. Bizni dunyo va oxiratning xorliqlaridan saqlag'in. Ey zarrachilik yaxshilikni mukofotsiz qoldirmaydigan karamlik Allah, ikki qo'llab beshimiz ustida ko'tarib sana tutgan bu ixlosimizni qabul qilgin. Ey dillarni boshqurg'ich Allah, dilimizni diningga mustahkam qilgin. Ey dillarni o'zgartib turg'ich Allah, dillarimizni sening toat ibodating tarafga yuzlantirgin. Ey Allah, rahmatingni umid qilamiz. Bizni ko'z yumib ochquchilikmi o'z holimizga qo'yib etmagin. Barliq ishlarimizni yaxshilab bergin. Sen bizning yagona egimizsan. Sendan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Ey Allah, barliq ishlarimizning oqibatini yaxshi qilgin. Bizni dunyoning xorliqlaridan va oxiratning azobidan saqlag'in.
Ey Allah, biz senden Peygamberin Muhammed Aleyhisselam tilegen narsalarning eng yaxşısını tileymiz ve sana sığınıp Peygamberin Muhammed Aleyhisselam pana tilegen narsalarning yomonligidan pana tileymiz. Sen en yaxşı medetkarsan, tolumu şefqatliksen, senin yardımın bolmasa kolumuzdan hiç kelmeydi. Ey Allah, bizge imanını kızgın söydürgün, onu dilimizge çıraylık körsetgin. Bizge küfri, buzuqçılık ve günahını yaman körsetgin, bizni toğru yolda yürgüçilerden kılgın. Ey Allah, senden korkmaydigan dilden, qabul bolmaydigan duadan, toymaydigan nefsden, paydasız ilimden sana sığınıp pana tileymiz. Ey Allah, muşu töt nerseden pana bergin. Ey Allah, bizge paydalık nersalarni bildirgin, bizge bildirgenlerinden bizden paydalandırgın, ilmimizni ziyada kılgın. Ey Allah, senden bizni rahmetinge eriştirdigan, mağfirtinge müyesser kıldigan amallarni, barliq günahlardan saqlanishni, jimi yaxshiliklarga erishishni, jannatga müyesser bo'lishni ve do'zaxdan yiroq bo'lishni tilaymiz. Ey Allah, her qanday günahimizni mağfiret qilgaysan, her qanday qiyinchiligimizni hal qilgaysan ve sen razı bo'ladigan her qanday hojatimizni ravo qilgaysan. Ey rahim qilguvchilarning eng yaxshisi Allah. Ey Allah, senden qaytmas iman, tügümes nimet ve bengülük cennetinin en yukarı qavatida Muhammed Aleyhisselam'ga hemra buluşni tileymiz. Ey Allah, bizge haqni haq görüstüp, onunla erişini nesip kılgın, bizge batılını batıl görüstüp, onundan saklanışını nesip kılgın. Ey Allah, sen hakikaten günahlarını mağfiret kılgıçsan ve mağfiret kılışını yaktırsan, bizden günahlarımızı mağfiret kılgın. Ey Allah, bizge ata kılgan nimetinin üzülüp kılışıdın, bergen amallıkının özgürüp kılışıdın, tuyuksuz cezalışından ve barca gazaplarından sana sığınıp bana tileymiz. Ey Allah, gam qaygıdan, bexillikdan, qorqunchaqlikdan, acizlikdan, o'rinlikdan, qarzdorlikdan, düşmanning g'olib kelishidan sana sığınıp bana tileymiz. Ey Allah, Kur'an-ı Kerim'ni kalbimizning bahori, ko'nglimizning nuri, gam qayg'ularimizni ketkizgich qilib bergin. Ey Allah, bizni Kur'an-ı Kerim bilan sahih sunnatning yo'lidan hargiz ayirmag'in. Ey Allah, bizni günahdan tamamen yiroq qiladigan, buyurganlarimni to'liq o'rindaydigan taqvolik, jannatga ilib boradigan taat, ibodat, dunyoning musibatlari va qiyinchiliklari oldida holsirab qolmaydigan ishonch ato qilgin. Ey Allah, sen bizni hayat qoldirgan muddat ichida bizning ko'zimizni, qulqimizni va barliq a'zolarimizni saq qilgin. Bizga zulm qilganlardan intiqomimizni ilib bergin. Düşmanlarımızga qarşı bizga yordam bergin. Bizni dinimizdan ayırmag'in. Bizni dunyolikning lig'imini qiladigan, uningdan boshqasini bilmaydiganlardan qilmag'in. Bizga rahim qilmaydiganlarni ustimizga musallat qilmag'in. Ey Allah, seni yad etişimiz, sana şükür kılışımız ve sana layıklı ibadet kılışımız için bizge medet bergin. Ey Allah, senin razılığını telmürüp, gazabından pana tileymiz. Senin qoğdışını telmürüp, azabından pana tileymiz. Sana sığınıp tuzaqdan pana tileymiz. Ey Rabbim, sen özünge sana eğitqandek mükemmel revişte sana eğitiştin acizmiz. Ey Allah, zalimlarning iskencisida ingravatgan xalqimizga rahim shafqat qilgin, ularni tez vaqt ichida zulmdan qutqizgin, dinsizlikqa va axloqsizlikqa zo'rlanayotgan sabiy farzandlarimizning oppoq qordek pok dillariga iymon va hidoyatni o'rinlashtirish fursati bergin, ularning kelajagini bizlarnikidan yaxshi va porloq qilgin. Ey Allah, biz senin aldığında günahkarımız, biz qora yüz bendilerimiz, günahımızın ne kadar ağırlığını bilimiz. Çünkü biz erkin dünyada durup bu dünyanın dozaqda köyüvatkan halkımız ve keleceği nabut buluvatkan farzandlarımız üçün yetiş kılalmadık. Biz g'aflatda yotdik, o'zimizni o'yladik, xalqimizni asdan chiqardik. Ularning chekkan dard alamlarini anglamasga, bilmasga va ko'rmasga soldik. Biz yanılı senin keng mağfirtinge sığınımız, senden yardım tileymiz. Ey Allah,
zamanımızın pir əvəllərini özünün ibretlik cəzalışınqa haval qıldık. Ularni butunlay tarmar qilib etgan, rezil maqsadlarga yetkazmagan. Ularga Ad, Samud va Fir'avn qavmlarining kunlarini ko'rsatgan. Ey Allah, ana vatanimizdagi aziz xalqimizni qo'g'dig'in, ularni nobud bo'lib ketishdan saqlag'in, ularga rahim qilg'in, ularga kuch-quvvat va sabr toqat ato qilg'in. Ey Allah, sana qo'lini ko'tarib dard alamlarini va tilaklarni anglitishga imkoniyati bo'lmagan har xil razil bahonlar bilan qirg'inchilikqa yuzlanayotgan shu xalqimizni sana topshirdik. Ularga sen ega bo'lgin, ularni sen qo'g'dig'in va qutqizg'in. Ey Allah, erkin dünyadaki Uyghur xalqimizga iman, hidoyat, birlik, inoqlik, g'ayrat, shijoat, aql, farosat, kuch-quvvat va imkoniyat ato qilgin. Bizni bo'linishning va tabriqchilikning vabolidan saqlagin. Xalqimizga aql va insof bergin. Ey Allah, qo'limizdan kelgancha sabab qilib seni rozi qilish va xalqimizning dardiga darmon bo'lish uchun bizga farosat, imkoniyat va kuch-quvvat ato qilgin. Ey Allah, mushu ulug' juma kunida, mushu muqaddas joyda, mushu ulug' soatlarda sana qilgan duoyimizni qabul qilgin. Ko'tirgan qo'llarimizni quruq qaytarmag'in. Ey Allah, senden xalqimizga nusrat, zolimlarga halokat tilaymiz.